Assalomu alaykum do'stlar. Spektrum A2 10-kapital. Bugungi mavzuyimiz nomi Fit und Gesund deb nomlanadi. Demak, birinchi mashqdan boshlaymiz. Bizda demak beliebte Sportarten, ya'ni sevimli sport turlari berilmoqda, yangi so'zlar va rasmlar berilmoqda. Kelinglar, shularni birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Demak, ski springen, chang'ida sakramoq. Albatta bu bizda 4-rasmga to'g'ri keladi. Keyingisi kayak fahren, 2-rasm. Schwimmen, suzmoq, 8-rasm. Xo'p, futbol, futbol o'ynamoq, 7-rasm. Boksen, 3-rasm. Radfahren, demak velosiped haydamoq. Bu albatta 10-rasm. Handball, ya'ni qo'l to'pi deyiladi, handball. Bu 1-rasmga to'g'ri kelyapti. Hamda Wasserball, bu suv futboli desa ham bo'ladi. Va navbatdagisi Turnen. Bu 9-rasmga to'g'ri kelyapti va gimnastik 6-rasmga to'g'ri kelyapti. Bu yangi berilgan so'zlar edi. Birinchi mashqni C qismida bizdan demak quyidagicha savollar so'ralmoqda. Für welche Sportarten interessieren Sie sich besonders? Qaysi sport turiga siz qiziqasiz? Die beliebteste Sportarten nach Interesse. Albatta quyidagilarni kiritib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va ikkinchisida Sie sind Mitglied in einem Sportverein. Siz qaysidir o'sha sport jamoasini a'zosimisiz deyilyapti. Va bu yerda ham demak sanab qo'yishimiz bizdan so'ralmoqda va ikkinchi mashqda intervyu sport to'g'risida bo'lmoqda. Birinchi holatda demak treiben Sie selbst Sport. Sport bilan o'zingiz shug'ullanasizmi? Wenn ja, welche Sportart? Wie oft deyilmoqda. Agar ha bo'lsa, demak qaysi sport turi bilan va qanchalik tez-tez? Ikkinchi savolimiz Sind Sie Mitglied in einem Sportverein? Siz qaysi sport jamoasiga a'zomisiz deyilmoqda. Va uchinchisi Sehen Sie Sportsendungen im Fernsehen? Televizorda ko'rib turasizmi? Misol uchun sport o'sha peredachalarni, Olimpische Spiele, Weltmeisterschaft, ya'ni Olimpiada o'yinlari yoki jahon chempionatlarini. To'rtinchi savolimiz Welche Sportarten finden Sie interessant, langweilig, anstrengend hamda gefährlich? Demak, qaysi sport turini siz hisoblaysiz qiziqarli, zerikarli yoki jalb qiluvchi yoki bo'lmasa xavflidir? Beshinchisi Besuchen Sie manchmal Sportveranstaltungen? Wenn ja, welche? Xo'p, sport marosimlariga tashrif buyurasizmi? Agar ha bo'lsa, qaysi biriga? Futbol o'yinlariga yoki Schwimmen Wettkampf degani suzish chempionatlariga? Oltinchisi Welche Sportarten sind in Ihrem Heimatland besonders beliebt? Qaysi sport turi sizni vataningizda sevimli deyilmoqda va ko'rib turganingizdek ushbu mashqni albatta o'z sherigingiz bilan birgalikda savol-javob o'yini sifatida davom ettirishingiz mumkin bo'ladi va albatta javoblaringizni kommentariyalarda qoldirishni unutmang. Uchinchi mashq Berichte zum Thema Sport nomlanmoqda. Demak, sport mavzusiga oid xabarlar va bu yerda bizdan so'ralayotgan narsa A qismida Hören Sie 3 Aussagen zum Thema Sport. Hören Sie die Texte zweimal und ergänzen Sie die Informationen. Ya'ni ikkinchi qismda 25-hörenini eshitgan holatda biz quyidagi insonlar Lena, Max hamda Claudiaga oid demak hören ularda Beruf birinchi qismi, ikkinchisi Sport Art sport turi, uchinchisi Wann wie oft treibt Sie Sport? Qachon qanchadan beri demak sport bilan shug'ullanayotganini va zwei Gründe für den Sport. Nima uchun sport bilan shug'ullanayotganlik sababi haqida demak ma'lumotlarni eshitgan holatda to'ldirib qo'yishimiz so'ralmoqda va B qismida Geben Sie die Informationen mündlich wieder. Ya'ni bu yerda biz uchun og'zaki gapirishimiz uchun ma'lumotlarni aytish uchun redimitlar berilyapti. Bularni biz shunchaki yodlab va so'z boyligimizni oshirib qo'yishimiz so'raladi. Demak, birinchisida
ist arbeitet als ko'rinishda berilmoqda, ya'ni ist misol uchun Lena ist Studentin, ya'ni kasbga nisbatan ishlatilyapti. Yoki Max arbeitet als Ingenieur, ya'ni Max ishlaydi, injener bo'lib. Ikkinchisida sie macht Fitness yoga. U murskoy rod yoki женский rod shug'ullanadi fitness yoki yoga bilan. Uchinchisida sie trainiert einmal in der Woche. U yoki murskoy rod yoki женский rod shug'ullanadi bir marta, demak hafta mobaynida. Keyingisi to'rtinchisida sie macht Sport, weil sie fit bleiben will. Demak u sport bilan shug'ullanadi, chunki u sog'lom qolishni xohlaydi. Demak, ushbu redmi tillarda yodlagan holatda biz gap tuzishimiz so'raladi. Endi esa C qismiga e'tiborimizni qaratamiz. Bu yerda demak bizga quyidagi glagol, ya'ni fe'llar berilmoqda va ushbu fe'llarni biz tashlab ketilgan bo'sh joylarga tushirilgan holatda to'g'ri qo'yishimiz kerak bo'ladi. Albatta, ma'no jihatdan topib ushbu mashqni bajarishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar birgalikda buni bajarishga urinib ko'ramiz. Lena geht ins Fitnessstudio und sie yoga turibdi. Ya'ni bu yerda quyidagi fe'llardan mos keluvchi menimcha mahn bo'ladi. Lena geht ins Fitnessstudio und sie macht Yoga. Sie sich körperlich wieder fit und kann sich beim Lernen besser va yana joy tashlab ketilyapti. Bu yerda ikkita fe'l kelmoqda. Birinchi refleksiv fe'l so'ralyapti. Ushbu fe'llarning ichidan refleksivi adashmasam bu fühlen, sich fühlen, his qilmoq. Sie fühlt sich körperlich wieder fit und kann sich beim Lernen besser konzentrieren. Tushadi adashmasam. Besser konzentrieren. Demak, birinchi fe'limiz ham ketdi. Konzentrieren ushbu holatda to'g'ri javob bo'lmoqda. Navbatdagisi Max to'g'risida gap ketyapti. Max demak yuguryapti, ko'rib turibsiz. Max ehrlich jeden Morgen läuft, albatta. Max har kuni ertalab yuguradi. Das Laufen ist gut für seinen Körper. Es bu yerda ajraluvchi pristavkaga ega so'z ketyapti 5-si und es 6-si im Energie. Ya'ni ikkita fe'l, birinchisi ajraluvchi pristavkaga ega, bu yerda abbauen bor hamda kennenlernen bor. Albatta kennenlernen tushmaydi, shuning uchun abbauen olamiz. Es baut Stress ab und es 6-siga demak gibt energiya. Unga energiya beradi. Bu stressni kamaytiradi va energiya beradi deyilmoqda. Laufen ketdi, abbauen ketdi va albatta geben ham ketdi. Das Laufen 7-chi fe'l, auch die Folgen des Jetlags beim Reisen. Bu yerda adashmasam 7-siga reduziert fe'li to'g'ri tushadi. Kamaytirmoq fe'li tushmoqda. Navbatdagisi Claudio Paulsen haqida gaplashamiz. Futbol o'ynayapti. Claudio Paulsen 8 spielt Fußball. Ya'ni spielende o'chirib tashlaymiz. In einem Verein. Durch das Fußballspiel sich körperlich fit. Ya'ni 9 bleibt tushmoqda bu yerda. Bleibt körperlich fit und va ajraluvchi pristavkali fe'l bu kennenlernen. Lernt neue Leute kennen. Va yangi insonlar bilan demak nima qiladi? Tanishadi degan ma'noda berilmoqda va D qismi ham juda ham qiziqarli. Ushbu mashq yordamida demak biz Schreiben ko'rsatkichlarimizni grammatik jihatdan oshirishimiz mumkin bo'ladi. Chunki bu yerda nafaqat fe'llarni to'g'ri tushlashimiz, balki to'g'ri prepozitsiyalarni ham moslab topishimiz so'ralmoqda. Demak, birinchiga e'tibor beramiz. Sie den ganzen Tag, bu yerda prepozitsion, Lehrveranstaltungen sitzen, ya'ni presensda. Sie sitzt, ya'ni sitz bo'ladi, ikkinchi o'ringa keladi. Den ganzen Tag in Lehrveranstaltungen ko'rinishda bo'lyapti. Ikkinchisi, Lena kaufen perfekt holatda. Lena hat eine Studienkarte
Bu yerda preposition qo'yishimiz kerak bo'ladi. Für Fitnesscenter F4 gekauft. Perfekt zamonida. Uchinchisi insgesamt bu yerda sein presens degan. Insgesamt ist Lena mit dem Fitnesscenter zufrieden. Umuman olganda Lena Fitnesscenterdan mamnun. To'rtinchisi Man das Fitnesscenter bo'sh joy öffentliche Verkehrsmittel gut erreichen können. Bu yerda e'tibor beramiz, modal fe'l können berilmoqda. Biz modal fe'lning strukturasini juda ham yaxshi bilamiz. Ushbu modal fe'l demak ikkinchi o'ringa kelib qoladi. Man kann das Fitnessstudio in öffentlichen kechirasizlar. Mit öffentlichen Verkehrsmittel gut erreichen manimcha ma'no jihatdan to'g'ri tuzilgan gap bo'ladi. 5-si Lena zweimal der Woche Training gehen. Bu yerda gehen ni biz albatta present hozirgi zamonda tushlaymiz. Lena geht zweimal in der Woche zum Training. Va albatta 6-si einmal teilnehmen ajraluvchi pristavkali fe'l. Einmal nimmt in der Woche sie in einem Yoga-Kurs teil. Ya'ni teil oxiriga o'tib ketib qoladi. Va 7-si Max Ehrlich läuft 10 Jahren. Trainiert am Wochenende 4 bis 5 bu yerda seit. Trainiert am yo'q. Bu yerda to'g'ri am Wochenende bis 5 Stunden demak to'g'ri tuzilgan gap bo'lmoqda. Demak, sizlar bilan 3-mashqni barcha qismlarini biz birgalikda ko'rib chiqdik. 4-mashq bu yerda demak grammatik struktura berilmoqda. Ya'ni Strukturen kontensive Nebensätze mit Obwohl. Ya'ni obwohl haqida ma'lumotlarni olib ketamiz. Demak, bu yerda Gründe hamda Gegengründe deb sarlavha berilyapti. Ya'ni Gründe ma'nosi demak sabab, Gegengründe esa qarshi fikr yoki qarshi o'sha sabab degan ma'noni beradi. Demak, birinchi holatda demak ikkita jadval berilyapti bizga. Shularni hozir birgalikda demak ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi holatda Die Jahreskarte für das Fitnesscenter ist sehr teuer. Sie kostet 350 Euro. Ya'ni o'sha fitness centerning yillik chiptalari juda ham qimmat. Ular 350 euro turadi degan ma'noni beryapti. Endi shuni while hamda obwohl ko'rsatkichlari yordamida demak biz ko'rib chiqamiz. While die Jahreskarte 350 Euro kostet, hat Lena keine Karte gekauft. Bu yerda demak tarjima qilayotganimizda demak Lena kartalarni sotib olmadi, chunki yillik karta 300 euro turadi degan ma'noni beryapti. Bu yerda esa obwohl garchi degan ma'noni beradi, ya'ni qarama-qarshi fikrni ifodalaydi. Endi ma'no jihatdan ko'rib chiqamiz. Obwohl die Jahreskarte 350 Euro kostet, hat Lena eine Karte gekauft. Garchi yillik karta 300 euro tursa ham, chipta Lena demak kartani demak chiptani sotib oldi deyapti. Ko'rib turibmiz, demak ma'no jihatdan bu yerda qarama-qarshi fikr bildirilyapti. Xo'p, endi keyingisida Max Ehrlich muss viel arbeiten, ya'ni Max Ehrlich ko'p ishlashi kerak. Weil Max Ehrlich viel arbeiten muss, kann keinen Sport treiben. Demak, u sport bilan shug'ullana olmaydi, chunki Max Ehrlichni juda ham ko'p ishlashi kerak. Obwohl Max Ehrlich viel arbeiten muss, treibt jeden Morgen Sport. Garchi Max Ehrlich ko'p ishlashi kerak bo'lsa-da, u har kuni demak sport bilan shug'ullanadi. Bu yerda demak strukturani ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak Nebensätze mit weil geben einen Grund an. Ya'ni qo'shma gaplar weil bilan sababni ko'rsatadi. Bu yerda esa Nebensätze mit obwohl geben einen Gegengrund. Ya'ni qarama-qarshi fikrni
bildiradi deyapti. Ya'ni asosiy gapda kutilayotgan narsani teskarisi bo'ladi. Xo'p. Neben Satz mit weil oder obwohl können wir vor oder nach dem Hauptsatz stehen. Ya'ni asosiy gapdan oldin yoki keyin turishlari mumkin. Mana bu yerda demak oldin birinchi o'rinda, keyin ikkinchi gapda kelayotganligini ko'rib turibmiz. Umuman olganda struktura jihatdan while ham, obwohl ham demak qo'shma gaplarda, demak nebensatzlarda hosil qilishda ishtirok etadi. Demak Grund, while Grund ko'rsatsaning sababli, obwohl esa neben Gegengrundga ifodalaydi va ikkala holatda ham ushbu konnektorlardan keyin albatta ega keladi va fe'l oxirgi o'ringa demak nima bo'ladi? Ko'chib ketadi. 5-mashq Sport ist die beste Medizin deb nomlanadi. Demak bu yerda 5-mashqda biz uchun maxsus tekst berilmoqda. Demak kelinglar birgalikda ushbu tekstni tarjima qilishga urinib ko'ramiz. Demak Bewegung im Alltag, ya'ni harakat, kun mobaynidagi harakat degan ma'noni anglatadi. Demak eine bekannte Redewendung lautet Sport ist die beste Medizin. Auch wissenschaftliche Studien zeigen immer wieder, dass Sport gut für die Gesundheit ist deyilmoqda. Demak buni tarjima qiladigan bo'lsak, mashhur iboraga ko'ra deyapti, sport bu eng zo'r meditsina. Olimlar izlanishlari shuni ko'rsatadiki, sport bizni nima qiladi? Sog'lom qiladi, ya'ni sog'lig'lik uchun yaxshi degan ma'noni beryapti. Viele Menschen sitzen stundenlang im Auto, am Computer oder vor dem Fernseher. Ya'ni ko'plab insonlar uzoq soatlar mobaynida mashina, kompyuter oldida yoki televizor qarshisida o'tiradi. Der Arbeitsdruck wächst, es gibt keine klaren Grenzen mehr zwischen Arbeit und Freizeit. Ish bosimi oshganligi tufayli deyapti, ma'lum bir chegara, ish hamda bo'sh vaqt o'rtasidagi chegara yo'qolmoqda. Die Folgen können höheres Stressempfinden, Angst, Depression oder körperliche Probleme wie Herzkrankheiten sein. Ya'ni buni oqibatida yuqori o'sha stress bosim natijasida qo'rquv, depressiya va tana problemalari va xuddi yurak kasalliklari bo'lishi mumkin. Nach Meinung von Wissenschaftlern hilft dagegen vor allem eins, Bewegung, ya'ni olimlarning fikriga ko'ra bunga qarshi demak birinchi o'rinda harakat bizga yordam beradi. Regelmäßige Bewegung kann unter anderem Stress abbauen, das Immunsystem stärken und der Körper fit halten. Ya'ni regularno o'sha muntazam ravishda harakat qilish boshqa stresslarni nima qiladi? Kamaytiradi, immun sistemasini kuchaytiradi va tanani sog'lom ushlab turadi. Soweit die Theorie. Shunday deb ketadi demak teoriya. Obwohl die positiven Effekte von Sport bekannt sind, bewegen sich die Menschen in Deutschland immer weniger. Garchi pozitiv effektlari ko'p bo'lsa-da, sportni garchi pozitiv effektlari ma'lum bo'lsa-da, lekin insonlar kam harakat qilishyapti Germaniyada. Wenn man mit dem Auto oder mit dem Bahn schneller ins Büro kommt, geht man nicht zu Fuß. Chunki ular mashinasida yoki poyezdlar tezroq ofisga boradi. Vaholanki piyoda borishdan o'rniga. Umfragen haben ergeben, dass sich 2/3 der Arbeitnehmer weniger als eine Stunde am Tag bewegen. Ya'ni so'rovnoma shunaqa ma'lumot berdiki, har 3dan 2 ishchilar demak bir kun mobaynida 1 soatdan kam harakat qilishadi. Aber nicht alle Bürger bewegen sich gleich viel oder gleich wenig. Lekin barcha fuqarolar ham bir xilda harakat qilishmaydi, ko'p yoki kam harakat qilmaydi. Junge Menschen sitzen durchschnittlich 7,5 Stunden, Senioren etwa 6,2 Stunden am Tag. Ya'ni yoshlar 7,5 soat, kattalar esa 6,2 soat demak nima qilishadi? O'tirishadi. Arbeitnehmer mit Bürojob sitzen am längsten, sie kommen auf durchschnittlich 9,6 Stunden. Ya'ni ishchilar esa, ya'ni ofis ishchilari eng ko'p o'tirishadi.
Ular o'rtacha 9 va 6 soat demak o'tirishadi. Das lange Sitzen ist nach Meinung von Mediziner aber kein großes Problem, wenn man es mit regelmäßiger sportlicher Aktivität verbinden. Uzoq o'tirish unchalik ham muammo bo'lmasligi mumkin mediklarning fikriga ko'ra. Qachonki ular muntazam ravishda sport bilan aktivlikni bog'lab turishsa. Die Praxis zeigt aber, dass jeder zweite Bundesbürger genau 2,50% ein Sportmüffel ist und nicht regelmäßig Sport treibt. Lekin praktika shuni ko'rsatadiki, har ikkinchi demak fuqaro 50% sport bilan shug'ullanishmaydi. Ular regularno sport bilan shug'ullanishmaydi. 20% der Deutschen bezeichnen sich selbst als Antisportler und machen überhaupt keinen Sport. 20%lar o'zini demak sportga qarshi deb hisoblashadi va umuman sport bilan shug'ullanishmaydi. Ausreden gibt es viele. Bunga bahonalar ko'p. Keine Motivation, keine Zeit oder schlechte Wetter. Ya'ni motivatsiya yo'qligi, vaqt yo'qligi yoki ob-havoda chatag'ligi. Die Folgen sind klar. Nur 40% der Sportmüffel beschreiben der eigene Gesundheitszustand als gut oder sehr gut. Bundan tashqari 40% demak o'sha sport bilan shug'ullanmaydiganlar o'zini sog'lig'ini juda ham yaxshi yoki o'ta yaxshi deb hisoblaydi. Demak, bu berilgan tekst edi va pastki qismida 6-mashqda ushbu tekstga oid variantlik demak savollar berilyapti. Albatta bu mashq yordamida biz lezendagi mashqlarni demak o'zimizni qobiliyatimizni kuchaytirishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar birinchisini ko'rib chiqamiz. Die positive Effekte von Sport sind neue, sind schon länger bekannt, werden jetzt von Wissenschaftlern untersucht. Ya'ni sportning pozitiv effekti bu yangilik. Bu oldindan ma'lum. Hozirgi kunda olimlar ko'rib chiqishyapti. Demak, tekstda biz mana bu qismida o'qidik. Albatta, to'g'ri javob bu yerda B javob bo'ladi. Shu tarzda demak qolgan mashqlarni ham o'zlaring demak tugatib qo'yasizlar degan umiddaman. Endi esa 7-mashqqa e'tiborimizni qaratamiz. Ratschläge deb nomlanyapti. Formulieren Sie Ratschläge. Ratschläge benutzen Sie den Imperativ. Das Modalverb sollte, Hinweis Ratschläge mit sollte klingelt höflicher. Ya'ni bu yerda demak maslahatlar berish ko'rib chiqilyapti. Birinchisi imperativ tarzda, ikkinchisi modal fe'l, ya'ni sollte fe'li bilan va sollte fe'li bilan ishlatiladigan gap demak hurmat bilan aytilgan gap bo'ladi deyilyapti. Demak, misol tariqasida berilyapti. Bu yerda strukturaga e'tiborimizni qaratamiz. Demak, du machst, mach bo'lib qoladi. Du arbeitest, arbeite, du fährst, fahr bo'lib qoladi. Ya'ni ushbu imperativga oid darslarni biz A1 darajadagi Spektrum A1 kitobida ko'rib chiqqanmiz. Albatta, ushbu imperativga oid grammatik darslar aynan bizni YouTube kanalimizga joylashgan. Sizlar yanada takrorlab olishlaringiz mumkin bo'ladi, albatta ushbu videolarni ko'rgan holatda. Endi esa mashqqa qaytamiz. Demak, etwas für die Gesundheit machen. Mach etwas für deine Gesundheit. Ya'ni sog'lig'ing uchun nimadir qil. Du solltest etwas für deine Gesundheit machen. Ya'ni sen o'zingni sog'lig'ing uchun nimadir qilishing kerak. Jeden Morgen 30 minut laufen. Endi buni imperativga o'tkazadigan bo'lsak, albatta lauf bo'lib qoladi. Esta yo'qolib qoladi. Lauf jeden Morgen 30 Minuten. Endi esa sollte fe'lida o'zgartiradigan bo'lsak, du solltest jeden Morgen 30 Minuten laufen ko'rinishida bo'ladi. Yana bir mashqni qilib ko'ramiz birgalikda. Öfter mit dem Fahrrad fahren. Ya'ni fahren bu yerda fe'l ketyapti. Buni biz imperativga o'tkazadigan bo'lsak, albatta far bo'lib qoladi. Fahr öfter mit dem Fahrrad. Bu birinchi holat. Ikkinchisida du solltest öfter mit dem Fahrrad fahren bo'ladi. Albatta modal fe'lni infinitiv holatda oxiriga demak yuboradi. Va uchinchisini ham ko'rib chiqamiz. Auf die Ernährung achten, ya'ni taomga e'tibor qaratmoq. Acht auf die Ernährung bu birinchi holat. Ikkinchisi esa du solltest auf die Ernährung achten ko'rinishida bo'ladi. Va mustaqil ravishda 4dan 7 bo'lgan mashqlarni o'zlaring demak yakuniga yetkazib qo'yasizlar.
Mashqda albatta bu demak jamoaviy mashq, ya'ni buni o'sha o'z o'qiyotgan kursingizdagi sheriklaringiz bilan birgalikda ushbu kartalarda demak birgalikda tahlil qilsalaring bo'ladi. Ya'ni bu yerda nima so'ralyapti? Albatta bu yerda savollarga demak bir ishtirokchi boshqa ishtirokchiga savollar beradi, ikkinchisi esa javob berishi nazarda tutilyapti. Misol uchun mana treiben Sie sport bilan shug'ullanasizmi? Gründe für Gegensport, Lieblingssportart, Zeit für Sport, Sportsendungen im Fernsehen bu birinchi kartadagi savollar bo'lsa, ikkinchisida bo'lsa Was machen Sie für Ihre Gesundheit? Ya'ni sog'lig'ingiz uchun nimalar qilasiz? Bewegung, Sitzen, Sport, Ernährung, Pausen, Ruhe. Shu kabi demak savollar berilyapti. Buni demak o'sha o'z guruhingiz bilan birgalikda demak savol-javob tarzida mashqlarni amalga oshirishlaring mumkin bo'ladi. Albatta bu mashqlar sizlarni Sprechen ko'rsatkichlaringni, salohiyatlaringni demak yuqoriroqqa ko'taradi degan umiddaman. Va navbatdagi mashq 10-si, ya'ni Rätsel, ya'ni crossword berilyapti. Crosswordda esa Körper deb nomlanyapti, ya'ni odam tanasi. Ko'rib turibmiz, bu yerda demak raqamlar berilyapti. Kelinglar birgalikda buni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi holatda Augen misol tariqasida berilib ketilyapti va birinchisi ya'ni bu yerda Bein bo'ladi. Bu oyoq. Xo'p, keyingisi ikkinchi rasmda Hals berilyapti. Hals. Xo'p, uchinchi raqamda qorin qismi ekan, bu albatta Bauch. To'rtinchisi tizza, Knie. Beshinchisi demak Finger. Yo'q, hand ekan bu. Kechirasizlar, qo'l. Hop. Va oltinchisi bosh yoki soch berilyapti. Har deydigan bo'lsak, soch bo'ladi. Xo'p, yettinchisi Nase. Ya'ni burun. 8 endi adashmasam Finger, ya'ni barmoqlar. Va 9-sini demak tashlab ketaman, o'zlaring mustaqil topasizlar va hosil bo'lgan so'zni albatta ushbu videoni kommentariyasiga yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Albatta sizlarning javoblaringizni ko'rib, qay darajada demak o'rgatayotgan bilimlarim sizlarga foyda keltirayotganini ko'rib, albatta quvonaman degan umiddaman. Mashq e'tiborimizni qaratamiz. Demak, bu yerda ikkinchi qism 28-hörunda eshitgan holatda o'zlaringni Aussprachelaringni kuchaytirsalaring bo'ladi. Kelinglar birgalikda demak tarjima qilamiz. Das Gesundheitssystem in Deutschland, ya'ni sog'liqni saqlash sistemasi Germaniyada. Wenn man in Deutschland krank wird, geht man zuerst zu einem Hausarzt bzw. Allgemeinarztmediziner. Qachonki siz Germaniyada kasal bo'lsangiz, demak siz birinchi o'rinda uy shifokoriga, ya'ni umumiy shifokoriga borasiz. Der Hausarzt untersucht und behandelt den Patienten. Ya'ni uy shifokori tekshiradi va davolaydi patsientlarni. Verschreibt zum Beispiel ein Medikament oder eine Physiotherapie. Ya'ni u yoki dori yozib beradi yoki fizioterapiya. Wenn man die Allgemeinmediziner die Krankheit nicht mit Erfolg behandeln kann, überweist den Patienten zu einem Facharzt. Qachonki o'sha umumiy shifokor kasallikni muvaffaqiyatli davolay olmasa, u albatta ushbu patsientlarni Facharztga, ya'ni oliy arztga jo'natadi. Obwohl es in Deutschland viele Fachärzte mit einer eigenen Praxis gibt, ist es nicht immer leicht, einen Termin zu bekommen. Vaholanki Germaniyada ko'plab facharztlar bo'lsa-da, ularning praktikasi bo'lsa-da, ularga oson emas terminda nima olish. Vor allem in Großstädten müssen Patienten manchmal 2 bis 3 Monate auf einen Termin beim Facharzt warten. Katta shaharlarda demak patsientlar 2 yoki 3 oylab demak ushbu terminda demak kutishi
kerak bo'ladi. Operationen erfolgen in einem Krankenhaus, die Behandlungskosten übernimmt die Krankenversicherung. Operatsiyalarni, demak, kasalxonalarda amalga oshiriladi va davolovchi summalar bu bizni o'sha страховкаga bog'liq bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Die meisten Menschen in Deutschland sind bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert. Ya'ni ko'plab nemislar Germaniyada davlat kasallik o'sha sug'urtalaridan o'tgan. Etwa 10,5% der Bevölkerung sind privat krankenversichert. 15% demak aholi частный o'sha sug'urtaga ega. Etwa 0,1% bis 0,3% sind nicht krankenversichert, obwohl es in Deutschland eine Versicherungspflicht gibt. 0,03% demak sug'urtalanmagan, garchi Germaniyada sug'urtalanish majburiy bo'lsa ham deyilmoqda. Va 12-mashqda yangi so'zlar ketyapti. Albatta bu otlarni biz demak fe'l ko'rinishiga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi untersuchung, tekshiruv, untersuchen, tekshirish bo'lib qoladi. Der Arzt untersucht Patienten. Shifokor bemorlarni tekshirmoqda. Behandlung, der Arzt behandelt, davolayapti. Behandelt Patienten. Überweisen, Überweisung, der Arzt überweist Patienten zu einem anderen Arzt. Yozib beryapti, o'tkazyapti boshqa vrachga. Verschreibung, ya'ni dorini yozib bermoq. Der Arzt verschreibt Medikamente. Operation, der Arzt operiert, ya'ni operatsiya qilmoq bo'lib qoladi. Patienten ko'rinishida bo'lmoqda. Das Gesundheitssystem in meinem Heimatland deb nomlanyapti. Demak, sog'liqni saqlash sistemasi meni vatanimda. Albatta, berilgan va mana shu yordamchi so'zlarni ishlatgan holatda biz demak o'zimizning vatanimizdagi sog'liqni saqlash sistemasi haqida aytib berishimiz kerak bo'ladi. Albatta, sizlar ushbu 13-mashqdagi berilgan so'zlardan foydalanib, kommentariyaga demak o'zimizning vatanimizdagi ma'lumotlarni yozib qoldirsalaringiz mumkin bo'ladi. Va 15-mashqda esa hören qismi bo'ladi. Ya'ni bu yerda ikkinchi hörenda 30-sini eshitgan holatda ushbu birdan boshlab 6gacha bo'lgan suhbatni demak richtig falsch, ya'ni to'g'ri noto'g'riligini belgilab ketishimiz so'ralmoqda bizdan. Xo'p, davom etamiz. 16-mashq strukturen infinitiv mit zu deyilyapti. Ya'ni infinitiv zu bilan. Albatta, ushbu grammatika mana bu yerda berilyapti. Nachwendungen wie es ist nicht leicht, schwer, schön, verboten steht das Verb auf im Infinitiv zusammen mit dem Wort zu. Ya'ni ushbu iboralar bilan bu oson emas, qiyin, chiroyli yoki taqiqlangan kabi so'zlar bilan demak fe'llar zu yordamida so'zni oxirida infinitiv ko'rinishida birgalikda keladi deyilmoqda. Misol uchun qaranglar. Es ist nicht immer leicht, einen Termin beim Facharzt zu bekommen. Bu oson emas, har doim ham oson emas Facharztdan demak terminni qabul qilish. Ich habe abends keine Lust ins Kino zu gehen. Kechqurunlari meni xohishim yo'q kinoga borishga. Ich habe wirklich keine Zeit, mittags einen Spaziergang zu machen. Men rostdan ham vaqtim yo'q obedlarda demak nima sayr qilishga. Ya'ni bu yerda zu dan keyin infinitiv holatda fe'limiz kelmoqda. Der Infinitiv mit zu steht auch oft nach den Wendungen ich habe keine Lust, keine Zeit, ich habe die Absicht oder nach dem Verbot bitten und empfehlen. Ya'ni quyidagi jumlalardan keyin ham zu dan keyin fe'l infinitiv holatda keladi deyilmoqda. Bu yerda albatta bitten iltimos qilish yoki taklif berishda demak biz infinitiv mit zu'da demak ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu mashqni demak C qismida biz o'sha zu yordamida gap tuzishga harakat qilib ko'ramiz. Eine spannende das Buch lesen. Ich empfehle dir ein spannendes Buch zu lesen. Einen Yoga-Kurs machen. Ich empfehle dir einen Yoga-Kurs zu machen ko'rinishda bo'ladi. Yoki ikkinchisi ich empfehle dir am Wochenende keine berufliche E-Mails zu
beantworten ko'rinishda bo'ladi va navbatdagisi ich empfehle dir mit deiner Chefin über die Arbeit zu sprechen. Va albatta qolgan qismini demak o'zingiz mustaqil ravishda tugatib berasiz degan umiddaman va 17-sida biz ikkinchi o'rinda 31-sini eshitgan holatda rede partikellar, ya'ni gap частицалari haqida gap ketyapti. Ushbu частицаlar demak har doim ham tarjima qilinavermaydi. Bu ko'p holatlarda emotsiya yoki inkor kabi ko'rsatkichlarni demak baholaydi. Demak ko'ramiz. Bu yerda mana was ist denn los? Bu yerda den aynan o'sha rede partikel bo'lib so'zga demak emotsiya qaratyapti. Warum musst du denn so viel arbeiten? Yoki warum fragst du denn nicht deinen Chef, ob du Hilfe bekommen kannst? Das habe ich doch schon gemacht. Ya'ni bu yerda doch birorta bir fikrga qarama-qarshi javob beriladigan bo'lsa, doch iborasi ishlatiladi. Ich habe gehört, dass man sich beim Spaziergang in der Mittagspause gut erholen kann. Mach das doch mal. Ya'ni bu yerda doch shunchaki emotsiyani oshirib bermoqda. Ko'rib turibmiz, rede partikellar turli xil ma'nolarni anglatadi. Albatta bu aynan so'z til o'rganuvchilarda birinchi muammolardan biri aynan shu rede partikellar bilan muammo bo'ladi. Sababi buni tarjimasi aynan bizning ona tilimizga har doim ham mos kelavermaydi. Shuning uchun biz bu rede partikellarni aynan til o'rganish mobaynida sekin-sekin shakllantirib olishi imkoniyatiga ega bo'lamiz. 18-mashq juda ham muhim. Sababi bu Goethe imtihonida aynan o'sha A2 ni sprechen qismida va B1 da ham beriladigan sprechen qismini mavzularidan biri. Ya'ni bu yerda biz ikkita inson A hamda B inson birgalikda gaplashish mobaynida bir xil fikrga kelgan holatda uchrashuv belgilashimiz so'raladi va ushbu uchrashuv aynan ikkalamizni ham bo'sh vaqtimizga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Va mana bu yerda ko'rib turibsizlar, Sie möchten am Samstag mit Ihrem Partner Tennis spielen. Siz shanba kuni demak sherigingiz bilan tennis o'ynamoqchisiz. Finden Sie einen Termin, ya'ni toping, uchrashuvni toping. Jeder von Ihnen hat schon einige Termine im Kalender stehen. Har bir insonning o'zining kalendari bor. Spielen Sie einen Dialog, verwenden Sie auch Redepartikel. Bu yerda demak birgalikda dialog tuzing deyilyapti. Mana bu yerda dialogga yordamchi so'zlar berilyapti. Kelinglar birinchi A kartahani ko'rib chiqamiz. Demak soat 9da im Park laufen, 11da einkaufen, 17da treffen mit Eva, 19 Uhr kochen. 12da demak Deutsch Kurs, 15:00da Hausaufgaben machen, 19:00da Konzert besuchen. Wollen wir am Samstag zusammen spielen? Das ist eine gute Idee. Ja, das machen wir. Ikki xil variant berilyapti. Wann hast du denn Zeit? Qachon vaqting bor? Kannst du 10 Uhr? 10 Uhrda Deutsch kursi bor buni. Nein, 10 Uhr habe ich Deutsch Kurs. Yoki habe ich meinen Deutsch Kurs. Das weißt du doch. Wie sieht es 15 Uhr aus? 15:00dachi deyapti. Ya'ni bu yerda 15:00da ham nein, ich muss meine Hausaufgaben machen desa ham bo'ladi. Shu tarzda demak bir-birlariga dialog tarzida gap tuziladi va ma'lum bir vaqt oxirida tanlab olinib kelishiladi. Bu albatta o'sha Goethe imtihonini sprechen qismini ikkinchi taylini mohiyati hisoblanadi. O'ylaymanki, ushbu mashq yordamida siz aynan o'sha Goethe imtihonini muvaffaqiyatli demak topshirasiz degan umid. Mashq Optimismus und Gesundheit. Optimistlik hamda sog'liq. Pozitive denken. Sog'lom, ya'ni pozitiv fikrlash. Das alte Sprichwort jeder ist seine Glückes Schmied ist die zentrale Aussagen vieler Sachbücher. Qadimgi o'sha ibora har kim o'zini baxtini yaratuvchisidir. Bu markaziy o'sha g'oya ko'plab eski kitoblarni, ya'ni olim kitoblarini. Die Ratgeber versprechen ein
reiches, glückliches Leben durch positives Denken und werden von Millionen Menschen gekauft und gelesen. Ya'ni o'sha maslahat beruvchilar aytishadiki, o'sha muvaffaqiyat hamda baxtli hayot faqatgina pozitiv o'ylashlar yordamida millionlar insonlar tomonidan demak sotib olinadi hamda o'qiladi. Shuning uchun ushbu kitob. Doch kann man positives Denken wirklich lernen? Hozirgi kunda ham pozitiv o'ylash shu aktualmi degan ma'noda o'rganishimiz kerakmi? Und ist die über 100 Jahre alte Theorie vom positiven Denken heute noch aktuell? Ya'ni o'sha 100 yil oldingi qadimiy teoriya pozitiv o'ylashlar bugungi kunda ham aktualmi deyilyapti. Ja, sagen Wissenschaftler. Ha, deydi olimlar. Neue Strukturen zeigen, dass wir jeden Tag etwa 60.000 Gedanken haben, nur 3% der Gedanken sind positiv. Yangi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 60 mingta biz o'sha fikrlarimizdan faqatgina 3% pozitivdir. Und das hat negative Folgen für unsere Gesundheit und für unser Leben. Va albatta negativ fikrlar bizni sog'lig'imizga va bizni hayotimizga ta'sir qiladi. Nach Meinung der Wissenschaftler konzentrieren wir uns zu sehr auf unsere Fehler. Olimlarning fikriga ko'ra biz o'zimizni konsentratsiyamizni o'sha xatolarga qaratamiz. Wir haben Angst, etwas falsch zu machen oder denken zu lange über Probleme nach. Bizda qo'rquv bor, birorta bir narsani xato qilib qo'yishga va ushbu qilganimizni uzoq vaqtlar yordamida problemalarda o'ylashimizda. Viel besser ist es, die positive Aspekte zu sehen und sogenannte Optimismus-Killer zu minimieren. Ya'ni yaxshi bo'ladi pozitiv aspektlarni ko'rganimizda nomlanuvchi optimistik killerni demak kamaytirganimizda. Optimismus Killer sind unter anderem Perfektionismus, Angst vor Misserfolgen oder Konkurrenzdenken. Ya'ni optimist killer bu boshqa nomlarda perfeksionistlik, qo'rquv, xato qilishdan qo'rqish, konkurentdan o'ylash kabi iboralar bilan keladi. Natürlich darf man bei einem negativen Erleben, zum Beispiel Scheidung oder eine Krankheit, auch traurig sein. Albatta, yomon hodisalar, misol uchun ajralish, kasalliklar da biz g'amgin bo'lishimiz mumkindir. Aber wir müssen lernen, unsere Gefühle zu verstehen und Probleme zu lösen. Lekin biz shuni bilishimiz kerakki, o'rganishimiz kerakki, ushbu his-tuyg'ularimizni tushuna olishimiz va problemalarni yechish. Wir müssen auch lernen zu anderen und zu uns selbst freundlich zu sein. Biz demak o'rganishimiz kerak boshqalar bilan hamda o'zimiz bilan do'stona bo'lishga. Das macht uns zufrieden, selbstbewusster und gesunder. Bu albatta bizni baxtli hamda muvaffaqiyatli hamda sog'lom qiladi. Va ushbu tekstga oid demak mashqlar berilyapti. Ushbu mashqlarni albatta bajarib qo'yish sizlardan demak so'raladi. 21-mashqda bu yerda ham Erger und Freude deb nomlanmoqda va bu yerda yangicha so'zlar berilyapti va statistik ko'rsatkichlar, ya'ni nimalardan biz jahlimiz chiqadi yoki mamnun bo'lamiz, shu haqida kabi demak ma'lumotlar berilyapti va bu yerda refleksiv fe'llar yordamida savollar tuzilmoqda. Biz ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa, misol uchun qaranglar. Über wen freuen Sie sich? Nimadan yoki kimdan mamnun bo'lasiz? Worüber über wen ärgern Sie sich? Nimadan yoki kimdan xafa bo'lasiz? Misol uchun unhöfliche Mitmenschen, Bedingungsleitungen, Internetverbung und unpünktliche Verkehrsmittel, positiv tomonda Blumen, Arbeitskollegen, Erfolge kabi ma'lumotlar berilyapti. Albatta buni ham o'sha kurs mobaynida, ya'ni o'z guruhingiz bilan birgalikda sprekenni oshirish maqsadida savol-javob tarzida shu dialoglarni tuzishingiz mumkin bo'ladi va yana bir kerakli joyi ushbu kapitalni, ya'ni B qismida ham sizlarga maxsus savollar berilyapti. Misol uchun, sind Sie manchmal wütend auf andere Verkehrsteilnehmer? Haben Sie Angst vor Prüfungen? Wann waren Sie das letzte Mal überrascht? Kabi savollar berilyapti. Buni ham o'sha sprechen suhbatingizga qo'shib qo'ysangiz, albatta bu siz uchun foydali bo'ladi. Va
Uchinchi mashqda esa savollarni to'g'ri berish, ya'ni prepozitsionlar bilan ishlatilish to'g'risida ketyapti. Men albatta bu strukturasini tushuntirib beraman va natijada o'zlaring demak shu mashqni ham bajarib qo'yishlaring kerak bo'ladi. Mana strukturaga e'tiborimizni qaratamiz. Frage Wörter, Sache, ya'ni narsalarga nisbatan biz wo plus plus prepozitsion sich ärgern über. Worüber ärgerst du dich? Misol uchun, ya'ni birorta bir jonsiz narsalarga biz wo bilan demak savolimizni tuzamiz. Worüber. Angst haben vor. Wovor hast du Angst? Worauf bist du stolz? Misol uchun. Shaxslarga bo'lsa, albatta prepozitsion birinchi o'ringa chiqib qoladi. Misol uchun über. Über wen ärgerst du dich? Kimdan xafa bo'lasiz? Ya'ni xulosa qilsak, savol berayotganimizda agar biz jonsiz narsalarga berayotgan bo'lsak, birinchi o'rinda wo, keyin prepozitsion, jonli narsalarga bo'lsa birinchi prepozitsion, keyin esa wen savoli qo'yiladi. Xuddi mana bu berilgan misolga o'xshab, Felix ärgert sich über die unfreundliche Mitmenschen. Worüber ärgert sich Felix? Franziska ist stolz auf den ersten Platz beim Schwimmwettkampf. Bu yerda endi Fransiskalik uchun savol bersak bo'ladi. Auf yo'q, jonsiz bo'lganligi uchun auf wen, jonli bo'ladigan bo'lsa kimdan qo'rqadi? Bu yerda albatta jonsiz narsa to'g'risida gap ketyapti. Shuning uchun worauf stolz Fransiska deb savol bersak to'g'ri bo'ladi. Va qolgan mashqlarni xuddi shu misolga o'xshatib o'z nihoyasiga yetkazib qo'yasizlar. Demak, do'stlar, sizlar bilan 10-kapitalni to'liq ko'rib chiqdik. Kamchiliklar bo'lsa, albatta kommentariyaga yozsalaring, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz.